Siz bu yerda balkim 1 minutmi tura olmasligingiz mumkin. Bu yer dal insonlar o'limga eng yaqin joy deb qaraydigan Aylovshan. Undaqda Aylovshan zoti qanchalik qo'rqinchli. Bu joyda qanday sirliq ishlar yuz bergan. Amaliyotda Aylovshan oddiy bir tog' yoki o'rmon emas. Balki Xindanshan tog' tizimi bilan Yunnan Guju egizligining chegarasiz joylashgan hayvatli tog'lardan tarkib top qarayon. Bu joyda har xil zaharli yilon, iyiq, qoplon qatorliq yirtqich hayvonlar har vaqt sizga uchrab turadi. Ikki qismi bo'lsa necha ming yillik tarix ega ibtidoiy o'rmonliq. Uningdan boshqa bu joyda doim chaqmoq, mo'ldir qatorliq xatarlik havo ko'rilib turadi. Kecha kunduzning temperatura farqi intayin cho'ng. Hatto tomuz kunlari borsangiz-mo kechasi bu yerda muzlab o'lib qolishingiz mumkin. 2021-yil 11-oyning 13-kuni davlatlik geologiya xodimlari Aylovshanda tekshirish ilib berayotganda muzlab ketganlikdan hamda sirt bilan bo'lgan aloqani yo'qotib qo'yganlikdan o'lib ketgan. Buningdan boshqa bu joyda yana nurg'unlagan mushuningdek odamni afsuslantiradigan ishlar yuz berib baqqan. Shunga shu joydagi yerlik ishlarmi bu joyni barsi kelmas joy, o'lim o'rmonligi degandek nomlar bilan atagan. Agarda siz bu joyga berib tekshirmoqchi bo'lib shu joydan necha yuz ming yuanga bir yetaklovchi taklif qilsangiz-mo hech kim bu ishni qilishni xohlamaydi. Chunki hamma kishi bu joyning haqiqatan barsi kelmas joy ekanligini biladi. Uningdan boshqa bu yerda eziqib qolganda keshlari o't yiqib belgi berish degandek ishlarni qilish aslo mumkin emas. Chunki ichkari qismdagi quyuq o'rmonlik bilan qoplangan joylar kechasi haddidan ziyod ko'p karbon dioksid qo'yib berdi. Buning qarshi bu joydagi uzun mezgildan saqlanib kelayotgan zaharlik puroqlarni nafas yo'li orqali badanga kirsa sizning hayot qilishingizmi aslo mumkin emas. Yana birsiga bu o'rmonlikdagi necha ming yildan buyon daraxtlar bir-birsiga bog'lanib ketgan hamda quyuq o'sganlikdan quyosh nuri bu yerga tusha olmaydi. O'rmon ichiga kirib qolsangiz vaqtning kech yoki kunduz ekanligini ayray olmaysiz. Uning ustiga bu joyning yer sharoitimi yaxshi emas. Har xil tikrorlik, yodonlik, o'ymonlik qatorliq yer shakllarining hammasini bu yerdan topqili bo'ladi. Bu ahvollarning hammasi sizning normal yurishingizga ta'sir yetkazadi. Ba'zilar buning qarta kompas qatorliqlarni ishlatib bu joydan chiqib ketgili bo'ladi-ku deyishi mumkin. Bu ishlarni amaliyotda nurg'un kishilar sizlardan bo'lib o'ylab bo'lgan. Ammo yana bu yerga kirib tekshirishdan voz kechgan. Chunki bu joyda magnit maydoni bakli kuchli bo'lib, asos jihatdan kompas orqali yo'nalishni farq etkilab bo'lmaydi. Aylovshan mana shunday joy. Bu joyning sirliq qo'rqinchli bo'lishi uning yer sharoiti, havo klimati, jonliqlar turi bilan munosabatli. Hargizmo nurg'un kishilarning og'zidagi sirliq ishlar bilan munosabatli emas.